Ayollar dasturlashga qanday hissa qo'shgan? Dasturlash faqat erkaklar uchun degan fikr tarixdagi eng katta xatolardan biri. Texnologiyalar dunyosini shakllantirgan insonlar orasida ayollar muhim rol o'ynaganini bilasizmi? Ulardan Ada Lovelace, birinchi dasturchi, 1843-yilda Ada Lovelace matematik Charles Babbage tomonidan yaratilgan analitik mashina uchun ilk algoritmni yozdi va shu bilan insoniyat tarixidagi birinchi dasturchi bo'ldi. Ayol dasturchilar tarixining boshlanishi shu paytdan boshlangan. Keyingisi Grace Hopper, kompyuter tilining onasi. 20-asrning o'rtalarida Grace Hopper birinchi marta inson tiliga yaqin bo'lgan dasturlash tilini yaratdi. Uning COBOL dasturlash tili bugungi kunda ham banklar va moliyaviy tizimlarda faol qo'llaniladi. Uchinchisi Margaret Hamilton, Oyga sayohat. 1969-yil Neil Armstrong Oyga qadam bosishi uchun Margaret Hamilton tomonidan yozilgan dastur Apollon 11 missiyasini to'liq amalga oshirishga yordam berdi. Bir dasturchi ayolning ishi insoniyat tarixidagi buyuk voqea bo'lishiga hissa qo'shdi. Dasturlash gender bilan emas, balki qobiliyat va kreativlik bilan o'lchanadi. Bugundan boshlab o'zingizga ishoning, imkoniyatlarni qo'ldan boy bermang. Ayollar tarixni yaratgan va kelajakni yaratishda davom etadilar. Siz ham dasturlashni o'rganishni xohlaysizmi? Fintech hafta boshlang va o'z tarixingizni albatta yozing.